O'zbekga Mercedes eng oxirgi rusumidagi avtomobilni olib kelib bersa ham bor-ku. Shuning ichidan bitta-ikkita kamchilik topib, tuning qilmasa qo'yni joyiga tushmaydi. Shuni qatorida akamizni Honda Cryder olgan ekanlar. Shu bir nechta navrot sanab berdilar, olib kelib tashab ketdilar, hozir buni qilib tugatdi. Hozirda bo'lsa cruise controlni tekshirib beramiz, qani ketdi. Birinchi o'chirda hozir cruise controlni tekshirib o'ramiz, qo'ygan ishimiz hammasi joy-joyidami yo'qmi? Mashinani bunda 40 tezlikdan o'tkazib olamiz. Cruise controlni yoqib olamiz va 40 tezlikdan o'tgandan keyin set knopkani bosamiz. Cruise controlimiz uje mana 40 tezlikda ushlab turibdi. Mana bu joyda chirog'i bor. Uje bu ishlab turibdi degani. O'chirsa qo'shdi. Yoqamiz yondi va setni bossak uje 40 tezlikni ushlab oladi. Avtomobilimizning cruise controlini tekshirib oldik, ideal ishlayapti. Ungacha sizga like bosib turing. Bunga qilingan navrotlarni hozir seriyaga olib tushib bitta obzor qilib beraman. O'zi bu mashinamizni o'ziga yarasha yetarlicha navroti bor. Akamizning qulaylik uchun bir ikkita narsalarni aytdilar, qo'yib bering deb. Biz bu mashinaga o'sha narsalarni qo'yib yig'ib berdik. Ya'ni nima bu? Birinchi o'chirda adaptivniy cruise control uстановка qilib bering dedilar. Bakoylari prostoy bo'ladi, motorchi qo'yib bukiladigan qilib, yopadigan qilib uстановка qilib bering dedilar va unga albatta slipoylarni ham uстановка qildirdilar. Mana Scorsga bitta alohida like bosib qo'yasiz. Scors ham oddiy ekan, menga hamda Honda yozuvli, yonib turadigan Scors uстановка qilib bering dedilar. O'sha Scorslarni uстановка qilib berdik. Bu ishlarimizni qilib bo'lgandan keyin akamizni oxirida eslatgan narsalari, uka, menga farani yoqib o'chirish yoqmayapti. Faradatchi qo'ysa bo'ladimi? Deyotdilar. Albatta qo'ysa bo'ladi. Bir ikki joyga kirgan ekanlar, qo'y bo'lmaydi deb aytishgan ekan. Biz buni ham uстановка qilib yig'ib berdik. Endilikda mashinamizni full komplektasida navorot hisoblanadi. Mazza qilib haydab yursalar ham bo'ladi. Sizga ham xuddi shunaqa navorot qiziq bo'ladigan bo'lsa, Ustunning programga murojaat qiling. Har doimgidek sifatli qilib yig'ib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin.